Doktorlar etmagan sirri bugun etaman. Like bosib, obuna bo'lish esdan chiqmasin. Qo'yim qanaqa qilib 10 kilodan 18 kilogacha semiradi o'rtoqlar. Dorilar haqida to'liq ma'lumotlarni ertaning joylaymiz. Xo'p, bugun qisqacha aytaman. Nitoks qilaman 3 marta, ukol qilishni ham o'rgataman video davomida. Nitoks qilaman, ketidan ivermek, ichki tashqi parazitligi, bu raninol, jigariga alohida qilaman. Shundan keyin ukollarni olib sog'lom bo'lsa qo'yimizni ovqatiga har kuni hazm qilish uchun chayni sodadan ozgina kerakli miqdorda qo'shib berib tursangiz, qo'y uyalgandan ham 18 kilogacha ves oladi. Kuzatib boringlar, ukol qilishlarni video davomida ko'rishinglar mumkin. Endi dori qilishni o'rgataman, lekin biri bilmasdan qilib qo'ysanglar, men garantiya bermayman. Men bo'yniga qilaman har doim ukolni, sababi ikkita. Oyog'iga qilganinglarda oyog'i og'rib qolib, cho'loqlansa qo'y qiynaladi, bir hafta qiynalib yuradi. Bo'yinga qilishi ikkinchi yaxshi tarafi, bo'ynini ko'p qimirlatadi-yu, dori zo'r tarqaydi badanga. Bo'ynini tepasida ikkita pay bor, o'sha pay ushlab olasizlar. Go'sht joyini ochib olasizlar, ham terini ochib, pay ushlagandan keyin suyagiga tegib ketmasin, faqat go'shtga qilasizlar. Bismillah deb dorini tortib olasizlar. Men bu shprisni o'rgatyapman. Bismillah deb tiqamiz. Ninani oxirigacha tiqib yormaylik, go'shtga kirganda to'xtatinglar, suyagiga tegsa, qo'y qiynaladi. Bismillah deb dorini jo'natamiz. Shprisni olgandan keyin masaj qilib yorish esdan chiqmasin. Shunaqangi qiziq va foydali ma'lumotlar kerak bo'lsa, meni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib, bitta like bosib qo'yinglar. Qo'y ishqibozlariga bizning kanalni tashlab, reklama qilib, poddeshkada bo'linglar. Zo'r foydali ma'lumotlarni sizlarga yetkazishda davom etamiz va arzon qo'ylarni ham xudo xolisa olib kelib sizlarga yetkazamiz. Ozgina qoldi o'rtoqlar. Hali hammasi oldinda.